Qadajon. Endi kelishimdan maqsad, mana mening ikkita o'g'lim bor, shu o'g'illamizga tanishtirmoqchiman. Bunisini ismi Tursunoy. Unisini ismi O'g'ilay. Ay shakarlarim, meni shakarlarim. Tanlash joydami bu? O'g'il bolam bo'lamiz. O'g'il bola? Bularda ayb yo'q, xudo. Menda ayb. Menda ayb. O'sha ism qo'yilgan paytda bo'ngida mast bo'lganman-da, xudo. Mast bo'lganman. Sizga tanlash joydami? Men qanaqa qilib bularga qizimni beraman? Kimdir so'rasa kuyovingni otini desa Tursunoy bilan O'g'ilay deyman. Aytyapman-ku, mast bo'lganman. Anaqa ishi bor, anaqa. Farosatsiz ishlasangiz bo'ladimi, ha? Siz alkash bo'lsangiz, bu besh yigitlarga nima ayb, ha? Siz bir muttaham bo'lsangiz, haromga hasar qilmasangiz, ha? Siz uyalmadingizmi, ha? Uyalmadingizmi? Bechora ikki yigitga qolaversa, men ikkita qizman, shu ikkita ko'z yo'qdan yaxshi ko'raman deydi, ha? Ammo qanaqa qilib xalq oldida bosh ko'tarib beraman? Ey alkash, ey nomard odam! Ismingiz nima? Xudo ismingiz? Ra'no. Men rozi. Qizlarimdan so'ray. Sardor, Otabek! Labbay dadajon. Kelinglar qizlarim, men rozi. Ilohim. Amin.